Bizda mehmonimiz bor, ularni tanishtirib o'tamiz. Namangan davlat universiteti talabasi, demak, Qahramon aka, Sattoxo'jayev tashrif buyurganlar. Aynan ular yil talabasi tanlovi g'olibi hisoblanadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz, demak, qaysi yo'nalishda o'qiysiz, nechinchi bosqichda o'qiysiz? Men Sattoxo'jayev Qahramon Saidxon o'g'li, Namangan viloyati Chortoq tumanida 2004-yil tavallud topganman. Hozirda Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti 3-bosqich talabasiman. Xo'p, shu hozirda talabalik faoliyatim doirasida, o'z soham doirasida va boshqa soha doirasida ijodkorlik faoliyati ham olib boraman. Hozirda shu o'zim ijodkorlik ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatim mavjud. Masalan, Telegram, YouTube, boshqa sahifalarda faoliyat olib boraman, ijodkorlik faoliyati. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham o'zingizning ijodingizni, mahsulotlaringizni ommaga taqdim etasiz. Aha, demak, yoshlikdan paydo bo'lgan bu ijodkorlik? Yo'q, ijodkorlik o'zi masalan endi bir qanaqa ta'riflash mumkin, bu endi ijodkorlik holati insonga bir his-tuyg'u orqali paydo bo'ladi. Kimdadir ma'lum bir yoshda bo'lsa, kimdadir bir adabiyotga kirib kelish holati bolalikdan bo'lishi mumkin. Xo'p, menda shunday paydo bo'lganki, xo'p, bir qanaqadir narsalar yozish holati, bir 9-sinf, 10-sinf holatlarda, ma'lum maktab paytida xo'p, vatanga, onaga bir qanaqadir holatlarda bir his-tuyg'ularim o'zimni mujassam bo'lgan, bir xayolimdan o'tgan so'zlarni yozib kelib, undan keyin o'zim bir ma'lum bir ustozlar bilan faoliyat olib borganman. Bu endi ijodkorlik faoliyatida masalan o'zingiz ijodiy mahsulotingizni ommaga taqdim etish holatida endi xayoldagi yoki his-tuyg'ularingiz emas, uni bir ma'lum bir elementlari, ya'ni u taqdim etayotgan narsalaringiz tartib qonun qoidalarga mos bo'lishi kerak. Bu holatda albatta ustoz bilan ishlashlik lozim. Ma'lum bir ustozlar bilan mana hozirgi kunda ham Namangan viloyatida yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Namangan haqiqat gazetasi muharriri Nosirjon Abbos ustozimiz mavjud va yozuvchilar uyushmasi a'zosi Mirzo Karim, Arslonbek Karim, shu kabi ustozlar bilan faoliyatni olib boraman. Albatta, Qahramon aka, mana yil talabasi g'olibisiz. Ungacha bosib o'tgan qiyinchiliklaringiz, yo'lingiz haqida gapirib bersangiz. Xo'p, endi ma'lum bir qiyinchiliklar desa sal noto'g'ri bo'ladi, chunki hali u yoshga bir zahmat chekish yoshiga yetib bormadim deb o'ylayman, chunki yoshim 21 yoshda. Lekin ma'lum bir to'siqlar yoki bir qoqilishlar bo'lish holati, endi o'zimni olib boradigan bo'lsam, masalan, adabiyot holatida bo'lsa, bir ustozlarga uchraganman, to'g'risi, bir yozuv holatda shu ijodiy mahsulotimni o'zimga bir yaxshi holatda ko'ringan, lekin shunaqa aytishganki, birinchi borganda bu she'r o'rniga bir yaxshi tabrik yozsangiz bo'ladi deyishgan holati ham bo'lganda, boshida olib borgan. Keyin shu holatda ham men bir orqaga chekinish holati bo'lmagan, bir yana bir qanaqadir ichimdan yoki bu demak meni ishim emas ekan yoki meni yo'nalishim emas ekan degan bo'lmaganda, mayli degan holatda bir yozganman va bir ma'lum bir qonun qoidalarni o'rganganman, lekin hozirda jamiyatda qabul qilishda ijodiy mahsulotimni qo'llab-quvvatlashyapti. Mana shu yil talabasi, demak, tanlovi qanday o'tgan, taassurotlaringiz? Xo'p, yil talabasi tanlovi shunday o'tganki, bu tanlov bo'yicha men o'zi ma'lumotga ega emasdim, to'g'risi. Men o'zi bir ijodiy holatda nima deydi, men shoirlikka da'vo qilmayman aslida. To'g'risi, o'zi u shoirlikni hali maqomini olish bir qanaqadir yuksak maqomda. Endi meni ko'p kishi shoir yoki qanaqadir bir tanqidiy gaplar bilan gapirishadi, mayli deyman, lekin men o'zimni bir ijodkor hisobida ko'raman. Chunki shoirlik maqomini olish uchun ma'lum bir vaqt kerak, ma'lum bir adabiyot ichida ancha mashaqqat, zahmat chekkan bo'lish kerak-da. Shuning uchun men o'zim bir shoirlik maqomini ko'ra olmayman, lekin ijodkor yosh deb turib o'zimni nima qilaman. Endi yil talabasi bo'yicha nima qilsak, o'zimni masalan ustozlarim mavjud. Masalan, yuridik fakultetda shu Otabek Po'latov degan o'zimiz ustozimiz bor. Mana ilmiy rahbarim hisoblanadi. Ma'lum bir holatda shu huquqiy sohalarda ham ilmiy maqolalar yozganmiz, bir muammolarni yoritib chiqqanmiz. Shu inson taklif bergan, yana bir shu o'qituvchilarim tomonidan taklif tushgan, mana shu tanlovda qatnash degan, qo'llab-quvvatlashgan. Avvalo kursdoshlarim, barcha yaqinlar tomonidan shu tanlovga loyiq ko'rishganman. Keyin o'zim ijodiy mahsulotimni yiqqan holatda qatnashganman shu tanlovda. Keling, shu o'rinda qisqacha bir she'ringizdan o'qib bersangiz, keyin yana bir savol bilan murojaat qilamiz. Mayli, endi she'r holatda endi birinchi navbatda
vatanga atalgan she'r baribir boshqacha bo'ladi va Har bir ijodkor birinchi vatanga qiyoslash kerak va yozgan holatini shu holatda bir she'r yozganmi O'zbekiston deb turib, ma'lum bir shu O'zbekistonda yashayotganimizdagi shu O'zbekiston bizni ulg'aytirgan hisoblanadi. Shuning uchun ilm deb yashashda bordir cho'ng ma'no, yurtin e'zozlagan asl insondir. Har zarra tuprog'i ming dardga davo, bizni ulg'aytirgan O'zbekistondir. Dunyoda behisob o'lkalar, yurtlar, ammo vatan ona kabi tanhodir. Buni anglamaydi faqat manqurtlar, bizni ulg'aytirgan O'zbekistondir. Nima bor vatandan aziz mo'tabar, vatandan tonganlar ko'zi giryondir. Qaddimiz ko'targan samolar qadar, bizni ulg'aytirgan O'zbekistondir. Bolam deya boshimizni silagan, onamiz misoli ham jonajondir. Mehrini ayamagan, minnat qilmagan, bizni ulg'aytirgan O'zbekistondir. Men bir shoir, garchi so'zlarim mayda, vatan bag'ri esa cheksiz ummondir. Faxrimdan charchamay baralla ayta, bizni ulg'aytirgan O'zbekistondir. Yashang, juda chiroyli. Bu she'rning yaralish tarixini bir qisqacha mazmunda aytadigan bo'lsam, bir holatda vatanga yozish holati bo'lgan, shu o'zimni his-tuyg'ular. Shunda bir o'ylab ko'rganmanki, ijodga mani ustozlarim ham aytishadi-da, mayli bir yilda bir marta she'r yoz yoki bir oyda bir marta she'r yoz, songa emas sifatga ishlash holati. Ya'ni adabiyot shuni talab qiladi-ku, ommaga taqdim etyapsizmi, bitta ijodiy mahsulingiz undan kimdir hikmat yoki qanaqadir saboq olish kerak-da. Unda jumboq yashiringan bo'lishi kerak. Ijodiy mahsulingiz sodda va holatda bo'lmasligi kerak degan bir o'gitlar berishadi. Shu holatda o'rganganimda shu vatanda yashaganimizda bizni ulg'aytirgan shu O'zbekiston bo'ladi. Shuning uchun Demak, ustozlar ko'rib berishgan, bu Albatta. kitob ham demak chop ettirgan ekansiz, ular bilan birgalikda maslahatlashgan. shuni aytishim lozimki, men har bitta masalan shu ijodiy faoliyatimni o'zimning kanalimda ham, boshqa gazetalarda ham chiqishlarim mavjud. Xo'p, shunda taqdim etayotganimda, ommaga taqdim etayotganimda albatta ustozlar bilan ishlashlik, ya'ni tahlil holati, ya'ni so'zlarni uyg'unligi, shu holatda maslahatlashgan holatda keyin taqdim etaman ommaga. Chunki buni javobini berish, ya'ni ijodiy holatda u ustozlar masalan men o'ylagan holatdagi yo'nalish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ular albatta tushuntirishadi va boshqa ishlashlik kerak bo'lsa ishlashadi, keyingina taqdim etaman. Chunki kitobxonni qalbidan demak joy olish juda ham qiyin ish aslini olganda ijodkor uchun. Ijodkorlar shuning uchun mehnat qilishadi tunu kun. Biz uchun oson tuyulishi mumkin mana shu 4 misra she'r, lekin yillab kerak bo'lsa vaqt ketkazgan ijodkorlarni bilishimiz mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi menda, Qahramon aka, mana shu nega aynan shu yo'nalishni tanlamadingiz? Mana 10-sinfdan boshlangan ekan, maktab paytidan boshlangan ekan, nega endi yuridika yo'nalishi? To'g'ri, bu yo'nalish endi bir narsani aytadigan bo'lsak, masalan, adabiyotimiz bir yaxshi ijodkori Shavkat Rahmon bir gaplari bor. Shoirlik bu kasb yoki hunar emas. Bu bot-bot yozib turiladigan, ya'ni ijodiy mahsul hisoblanadi. Ya'ni uning uchun bir buni savol bo'lgan, nega ijodga aynan yil talabasi ko'rik tanlovida qatnashayotgan holatimda ham bir savol bergan, shu hakam hayoti nega filologiya fakultetida tahsil olmaysan degan. Shunda aytganman, masalan, o'zimning ustozim Mirzo Karim ijodkor, masalan, ko'plab o'sha estrada xonandalar tomonidan ijro etilgan qo'shiqlar muallifi, u farmatsevtika yo'nalishini bitirgan. U holatni misol tariqasida aytadigan bo'lsam, buning uchun masalan, haligi qanaqadir holatda ming filologiya yo'nalishi yoki boshqa yo'nalishda o'qiganingiz bilan she'r yoza olmasligingiz mumkin yoki ijod qila olmasligingiz mumkin. Buning uchun bir ma'lum bir yo'nalishni o'qishligi muhim deb o'ylamayman. Hop, endi o'zim yuridika sohaga keladigan bo'lsak, o'zim qiziqishim yuqori darajada bo'lgan, ya'ni shu dadam o'zi organ sohasida ishlaganliklari uchun shunda qiziqishim yuqori bo'lgani uchun bu sohaga topshirgan. Endi ijodkorlik faoliyati ma'lum bir darajada his-tuyg'ularimni qog'ozga tushib turish holati xolos. Ana shu yo'nalishingiz bo'yicha ham biror bir ishlarni qilganmisiz, natijalarga erishilganmi? Ha, masalan, xo'p, mana hozirda ommaviy axborot vositalarida bo'lsa, gazetalarda she'rlarning chop etilishi, hozirda mana shu 2025-yil holatiga ilmiy rahbarim bilan 7 ta maqola chop ettirildi, masalan, gazeta, shu ommaviy axborotlarda va o'z muallifligim asosida 3 ta estrada xonandalar tomonidan qo'shiq tarona ijro etildi. Masalan, o'zimizni namanganlik o'sha estrada xonandasi Umidjon Qoraboy tomonidan Ona nomli qo'shiq tarona va Farhod Sa'dullayev estrada xonandasi tomonidan Singlim, yana o'sha Tannos qiz degan shu kabi qo'shiqlar taronalar mavjud. Muallifligim asosida.
Nazm va nasr insonning tafakkurini kengaytiradi. Buni fikrlashga undaydi. Shuning uchun she'r oddiy bo'lmasligi kerak deb o'ylaymiz. Insonni unda alohida bir xulosa berilmaydi-da. Unda mazmun aytiladi, xulosa uni o'qiyotgan, tinglayotgan yoki aynan kitobxondan talab etiladi. Chunki adabiyot shunday narsaki, uni har bir inson o'z hayotida talqin qila olishi kerak. Ma'lum bir shaxsning hayoti haqida emas, undan mazmun olib o'z hayotiga taqqoslay olish kerak. Shundan kelib chiqadiki, mana sizda, mana shunday hayotingizda she'r yozishingiz uchun yoki qayerdan ilhom olasiz? Qanday shunaqa savol bo'ladi-ku masalan. Sizni ko'proq nima ilhomlantiradi? Men to'g'risi boshqa ijodkorlar ham shunaqa. Men ushlab ko'rgan narsamga ishonaman degan bir holat bor. Mana shu ijodkorlik faoliyatim doirasida masalan o'rtoqlarim yoki yaqin do'stlarim ko'pincha mavzu berishadi, bunga atab yozib bering yoki men to'g'risi ko'pincha ko'rgan va ushlagan degan holatdagi va hayolingiz kelgan ilhomlantirgan. Shu holatlarga nima qilaman yoki kimdir majburiyati bilan emas, shu holatda bir misol tariqasida aytib o'tadigan bo'lsam, masalan o'zimni yo'nalishim doirasida mana qishki holatda amaliyotga chiqdik, masalan sud jarayoni, sud organiga. Shu holatda bir narsaga guvohi bo'ldim. Masalan, O'zbekistonda hozir bir muammoga ham aylanib kelayotgan, ya'ni oila ajri muammosi. Ya'ni o'rtada o'sha oilaviy nizolar, er va xotin holati. Shu holatda ko'p ko'zim tushdi, masalan, har kunga borgan holatimda endi u yerda kimga jabr bo'lyapti? Bu yerda haligi norasida bolalarga, ya'ni tirik yetim bo'lib qolyapti. Shu holatda ko'rib ham masalan tirik yetim qilmagasizlar bolalarini deb nomlangan bir she'r ham nima qilgan. Masalan, holat vaziyat muhimda bunda voqelik jarayoni. Hali she'r yaratish holati shundan iborat. Keling, hozir yana bir she'ringizdan o'qib bersangiz yoki ana shu she'r bo'lsa. Mayli. Demak, suhbatimiz yakunida ham. Xo'p, buni shu shoir nidosi deb turib ataganman. Shu holatda shu bolani shu o'ksinganligi yoki mung'ayib turganlik holatini aks ettirish holati. Buni ota-onalarga xo'p, shu bir taqdim etish holatida yozganman. Boshlariga mehr emas, minnat yog'sa, ko'ring murg'ak dillar chekkan nolalarni. Imkon bo'lsa, yana sizda iymon bo'lsa, tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Ular bir gul sal ayozdan so'lib qolar, qaroqlari ko'z yoshlarga to'lib qolar, insonlardan, dunyolardan ko'ngli qolar. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Odamlar bor umri o'tar tirnoqqa zor, odamlar bor farzandini aylaydi xor, bolasiz uy do'zax soya solgan mozor. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Yetim bola bir tug'ilib ming bor o'lar, tark etmaydi xayolini zilday o'ylar, begonadir unga bazm bayram to'ylar. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Farzand ko'ngil chirog'idir, so'nmasin u. O'gay qo'lda g'aribgina so'nmasin u, malomatu ta'nalarni ko'rmasin u. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Sho'r tuproqqa nihol eksang ko'karmaydi, yetimlikni bola qalbi ko'tarmaydi, begona qo'l yetim boshini silamaydi. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Otamisiz, onamisiz, insondirsiz. Farzandidan kechgan kimsa insofsizdir. Bu dunyoda gar sohibi iymondirsiz. Tirik yetim qilmang aslo bolalarni. Oila muqaddas, albatta shuni saqlab qolish barchamizdan burchimiz. Rahmat deymiz bugungi demak suhbat uchun, ajoyib ijod mahsullari uchun. Bundan keyin ham shu ijodingiz bardavom bo'lishini, o'zingizning yo'nalishingizda ham yaxshi bir muvaffaqiyatlarga erishishingizni tilab qolamiz. Rahmat sizlarga, masalan, Oyna jahon orqali bizni kuzatib turgan masalan barcha yurtdoshlarimizga ham rahmat aytaman. Sizlarni ham mana shu taklif berib chaqirganingiz uchun minnatdorman va xursandman. Shu borada shu mani ulg'aytirib va katta qilgan ota-onamga va barcha yaqin qarindoshlarimga va albatta ustozlarim va meni qo'llab-quvvatlab shu paytgacha meni ijodkor shunchalik daraja va mavqega erishishimda avvalo Xudo va so'ngra yaqin atrofimdagi insonlar shu meni qo'llab-quvvatlash holati mavjudligi uchun shu darajaga kelib turibman. Albatta. Mana shunday yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Ishlaringiz va o'qishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat katta.